Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shunaqangi azuchkali unpacking qilamiz. Bitta babularimiz sarpaga shunaqangi asal bir-biridan chiroyli bir xil eksikligi kiyimlar zakaz qildilar. Sifatini, kачествосini ko'rsanglar bo'ladi. Prям вообще bomba. Hammasi men kutganimdan zo'r, a'lo darajada keldi. Umuman meni uyaltirib qo'ymadi. Babularimizga ham juda ham yoqdi bu kiyimlar. Sifatiga ham, narxiga ham 100% javob beradi dedilar. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Har bitta kiyimdan bir xil qilib, bir xil razmerda zakaz qildilar. Ularga bozordan ko'ra ancha arzonga tushdi bu kiyimlar. Agar sizlar ham sifatli va arzon kiyimlar qidirayotgan bo'lsanglar, bemalol mana kursimda hozir skidka narxda qo'shilib o'rgansanglar bo'ladi. Sizlar ham bemalol shunaqa uydan chiqmasdan turib onlayn zakaz qilishni o'rganasizlar. Shu hamma kiyimlarimizda bu jonimizga nech pulga tushdi deb o'ylaysizlar? 1,105,000 so'mga tushdi. Bu juda ham zo'r narx. Bozorda xuddi shu pulga shuncha narsa ola olmaysizlar. Chunki bunaqa kачестводagi kiyimlar bozorda juda qimmat. Sizlarning pulinglar tejagan holda Xitoydan zakaz qilsanglar, sizlar ham ancha foydaga kirasizlar. Bunga men 100% javob beraman qizlar. Umas qizlar, tezroq kursga yozilishga shoshilinglar, chunki bitta kiyim puliga sizlar butun boshli Xitoydan zakaz qilish onlayn kursini qo'lga kiritasizlar va plus bonuslari ham bor. Kurs to'g'risida sizlarga ma'lumot kerak bo'lsa, Telegramdan kirib yozsanglar tezroq javob olasizlar.